Joriy yilning 14-sentyabr kuni Buxoro viloyatida Nexia 3 mashinasida qochishga uringan iPhone o'g'risi to'sib ushlash rejasi orqali to'xtatildi. Bu haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, Buxoro tumanida yashovchi fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasining 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Ma'lum bo'lishicha, u o'ziga tegishli iPhone rusumli telefonini sotish uchun internet tarmog'iga joylashtirgan. E'lon bo'yicha XSga notanish fuqaro telefonini sotib olishini bildirib, u bilan telefon orqali gaplashgan va oq rangli Nexia 3 rusumli davlat raqami belgisiz oynalari qoraytirilgan avtomashinada kelgan. Keyin esa telefonning pulini mashinadan olib berishini aytib, unga o'tirgan va telefonini olib ketib qolgan. Mazkur holat yuzasidan soat 02:30 da Buxoro viloyati bo'yicha davlat raqami belgisiz bo'lgan Nexia 3 rusumli transport vositasini to'sib ushlash rejasi harakatga keltirilgan. Nexia 3 rusumli avtomashina Buxoro shahar Islom Karimov ko'chasida harakatlanib yurgani aniqlangan. Soat 04:41larda mazkur transport vositasini boshqargan 2003-yilda Buxoro tumanida tug'ilgan Buxoro shahar Foshun mahallasida yashovchi fuqaro ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy to'xtash ishoralariga bo'ysunmasdan bir nechta transport vositalariga texnik shikast yetkazgan. Mazkur holatni sodir etgan haydovchi va transport vositasi ushlanib, Buxoro viloyati prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi hamda Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan 166-moddasining 3-qismlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida gumonlanuvchi qamoqqa olingan. Ushbu holat yuzasidan hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.